İkinci qism derslik HTML element uqumi. HTML elementleri deganimiz boshlanish xat kuchi bilan oxirlash xat kuchi bo'lgan barliq kodni ko'rsatadi. Masalan, mana misaldagi boshlanish xat kuchi bilan oxirlash xat kuchi. HTML elementning grammatikasi. HTML elementi boshlanish xat kuchi bilan boshlanib, oxirlash xat kuchida oxirlashadi. Ya'ni B bilan boshlanib, B da oxirlashadi. Element mazmuni boshlanish va oxirlash xat kuchlarining oralig'idagi mazmunni ko'rsatadi. Ma ikkisiniki o'ttirsiga yozilgan mazmun element mazmuni hisoblanadi. Ba'zi elementlarning qiymati quruq qiymat bo'lsin bo'laverdi. Masalan, BR ning qiymati quruq qiymat. Elementlarni singdirib ishlatishga bo'ladi. Masalan, ma holatda singdirib ishlatishga bo'ladi. Ko'plagan elementlarning xarakteri qiymati bo'ldi. Keyingi qismda aslimizda so'zlaymiz xarakter haqidagi mazmunlarni. Shunda HTML elementlaridan bir qancha amaliy misol. Mana misol qaraydigan bo'lsak, buningda P abzas buyruqi, body HTML hujjatininki asosiy mazmun qismi, HTML deganimiz HTML hujjatiga aniqlanmagan buyruq. Anodin keyin BR deganimiz qurtashlash buyruqi, ma A deganimiz ulanish. Bayam kodniki unumini ko'rsak, mahalolat ko'rindi. Diqqat qilish tegishli bir qancha nuqta. Ma qurtashlash buyruqi BR ning o'rniga amalba ma'qul buyruqni ishlatamiz. Anodin keyin P buyruqini ishlatgan vaqtimizda cho'qim buniki ma oxirlash buyruqini unutib qolmay yozamiz. Mahalolatda yozsaqmi ba'zi tor ko'rgishlarda toniverdi. Anodin keyin diqqat qilish tegishli HTML da cho'ng kichik harfninki mazmuni o'xshash. Ma P ning o'rniga cho'ng harf yozsaqmi, yoki ma body ning o'rniga cho'ng body yozsaqmi va yoki aralash yozsaqmi, buningki qiymati o'xshash. Amal ba kichik yozishga odatlanamiz.